Sizlar hammaga assalomu alaykum. Biz bugun Andijon Asaka shahrida 3 etajlik binoda tomiga pena beton quygani keldik. Vassalari ham tashalmagan ekan, vassalarini olib berib, noldan o'zimiz qilishni boshladik bu holatda. Azizlar, kuz kelib hozir hamma qurilishlarni bitkizib, faqat tomda ish qoldi. Bemalol ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab hamma viloyatlarda borib chiroyli qilib polga ham quyyapmiz. Mana bunaqa plita tashalgan joylarga ikkinchi etajda, birinchi etajlarda poliga ham zo'r qilib quyib beryapmiz. Pena betonda utuplit bo'ladi. Issiq sovuqni zo'r ushlaydi. Tomga ham foydasi zo'r. Buni ertadangi yozda issiqni pastga o'tkazmaydi. Uyni ichidagi issiqni tepaga chiqarmaslikka katta foydasi bor pena betonda. Materiallarni mana bunaqa materiallarni solib ko'rsatayman buni. Izaspanlarni ham tayyorlab chiqqanmiz. Materiallar murassizki zo'r material. Xonadonlarga quyib beryapmiz. Shu toza materiallarni eng zo'rlarini ishlatyapmiz. Vassalarni mana xuddi shunaqa qilib zich qilib, tekis qilib qoqib qo'ygan bo'lsangiz, biz borib chiroyli qilib materiallarni solib pena betonni quyib beramiz. Hozir buni vassasi tashalmagan ekan, vassasini tashab o'zimiz chiroyli qilib ishlarni boshladik. Xudo xolasa ish jarayonlarini ham sizlarga ko'rsatib boraman. Pena betonni 3-4 etajda mana hozir 3-etajda tomiga quyyapmiz. Xudo xolasa bugun bir kunda mana shunaqa ozroq ekan, lekin aytmoqchi bo'lganim katta ob'yomdagi aka-ukalarimiz qurilish qilganlar ham bo'lsa, bemalol ekranda raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Biz xizmatimizni zo'r qilib beramiz, xudo xolasa. Hozircha vodiy ichidamiz. Samarqand, Qashqadaryoga ham xudo xolasa mana shu hafta ichi yo'lga chiqamiz. Yo'ldagilar ham bemalol Jizzax, Sirdaryo, Toshkent va Samarqand, Qashqadaryodagi akalarimiz ham telefon qilaverasa, biz yo'lga chiqamiz, xudo xolasa. Borib sizlarga ham chiroyli qilib xizmatlarni qilib berib kelamiz. Biz ishlarni boshladik, kuzatib borasizlar, ish jarayonlarini ham, material solishlar, tomni ham bir qator chiroyli ko'rsataman sizlarga. Shunaqa qilib tayyorlab qo'ysalaring, nur ustiga alonni borib bizdan tezda quyib berib kelamiz. Agar vassa tashalmagan bo'lsa, vassasini ham o'zimiz chiroyli qilib tashab, o'zimizga moslab chiroyli qilib pena betonlarni quyib beramiz. Bu pena betonni yana bitta afzallik tarafi hozir tomga chiqqanda sizlarga bitta video qilib ko'rsataman. Loydan mustahkamligi, loydan zo'r tarafini bitta sizlarga hozir ko'rsatib o'taman. Bizni kuzatib turinglar-da hozir. Donlar biz vassani chiroyli qilib tashadik. Qaranglar, tomni ustida yurib ishlash ham oson emas. Engashib shunaqa qilib terilyapti mana. Vassani mana chiroyli qilib tashab, miqlab, tayyor qilib ishlarni boshlaymiz, xudo xolasa. Qaranglar, mana engashib ishlanyapti. Pena betonni loydan afzal deganim sababi, qaranglar, mana mayakka loy bosilgan ekan bu tarafga. Qaranglar mana. Уже tamom bo'ldi bu mana. Shamolda uchadi. Mana. Qurt-qumursqa ham nimaga chichqon kalamishlar ham bemalol uyga qilaveradi-da bunga. Ertadan keyin tomlarda dupur qilib yuradi. Shunaqa holat bo'ladi. To'sinda qurt yeyishini ham sababi, asl sababi mana shu turpoqdan bemalol qurt-qumursqalar ham kirib chiqib bemalol uy qilaveradi. Shuning uchun biz akamiz bizga iltimos qildilar, shunaqa pena beton quydirmoqchiman deb. Pena beton quyib beryapmiz. Pena betonni ham bitta ko'rsataman, xudo xolasa ish jarayonini. Biz vassani tashab, materialni yozishni boshlaymiz, xudo xolasa. Materialimizni yozib bo'ldik, xudo xolasa. Odam kira olmaydigan joylarga ham kirib qoqib chiqdik. Materiallar polni yozilgan. Xudo xolasa loy quyish jarayoni boshlanadi, pena beton quyish. 3-etajda tom. Shlangilarni tortib chiqdik tomga, xudo xolasa. Shaqqa o'tib endi quyib tashlaymiz chiroyli qilib, xudo xolasa. Mana biz xudo xolasa Andijon Asaka shahridagi 3 etajli binoda tomiga pena betonni quyib bo'ldik. Ish jarayonida video qila olmadim, chunki ham juda mana noqulay video qilgani ham o'zimligim uchun video qila olmadim. Mana bitgan holatda. Pastga suv oqib turadi bunaqa bo'lib. Yarim soatda to'xtaydi. Mana loyiladi holatda.
zo'r qilib quyib berdik, xudo xolasa. Tunika bilan yopib qo'yilgan ekan, odam yurolmaydigan darajada ishlagan, xudo xolasa amallab quyib berdik. Ikkinchi, uchinchi etaj bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizni apparatimiz xudo xolasa mana 3-etajga ham bexotirjam o'tib beradi. Xudo xolasa biz ishlar tugatdik. Kimga shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bu pena betonning tarkibi sement, qum pena, fibra bor, yorilmasligi uchun. Xudo xolasa yorilish, chizilish shunaqa narsalar bo'lmaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.